Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana bir hamyurtdoshimizga o'z huquqiy yordamimizni ko'rsatdik. Bugungi ukamizning nomlariga o'zlarini tanishlari 350 ming rubl olgan ekan. Hozirda prosentlari bilan 550 ming atrofida bo'lib qolgan. Akamiz tanishlarini ogohlantirganlar, shu yuz ko'rmaganlikka bormayligu, puli to'la, lekin hech qanaqa bu iltimoslarga bir choralar ko'rmagan va tanishlari pul to'lamagan. Bugun hozir bu kishiga arizani yozib berdik. Xudo xolasa endi politsiyaga topshiradilar va shu tanishlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 159.1, 159.3 va 158-moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atadi va bu kishining qo'llariga jinoyat ishi qo'zg'atilganligi haqidagi qarorni olib beramiz va shu qarorni zavodagi qarorniga bu kishi tashlasalar, xudo xolasa bu kishining nomlaridan qarzdorlik yechiladi. O'zingiz fikringiz qanaqa? Ogohlantirganmiz haqiqatda tanishingizni. Nima sabab bo'ldiki shu siz menga murojaat qildingiz? Men aytdim u bolaga, ogohlantirdim, to'la dedim, xo'p dedi, to'lagan yo'q. Keyin sizga murojaat qildim, shu Instagramdan ko'rib Instagramni ko'rib. Hech qanaqa bir yolg'on yo'qmi? Bu postanovka emasmi? Haqiqatdan haqiqat, hamma ishonishi mumkin. Ko'pchilik kommentariyada har xil negativ fikr qoldiryapti-da, bu haligi Karonani xodimlari har xil o'ylab topib postanovka qilishmoqda. Haqiqatdan nomingizga olganmi, siz o'zingiz olmagan, to'g'rimi? Oldin ishlatib yurgansiz Karonani, to'g'rimi? Chunki bir marta, ikki marta olganingizdan keyin keyingi safarlarda уже подтверждение kerak bo'lmaydi-da. Ya'ni hammasi avtomatik tarzda подтверждение bo'lib ketadi. Dannilaringiz turgan bo'ladi. Yuzingizni skaner qilmaydi. Haqiqatda shunaqami? Sizda ham bo'lgan, to'g'rimi? To'g'ri, shunaqa. O'zini kartasiga tushirib olgan, to'g'rimi? To'g'ri. Hurmatli yurtdoshlar, agarda sizda ham xuddi shunday muammolar bo'lsa, murojaat qilinglar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. E'tiborga uchun rahmat.